Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz SQLite Android ishlatiladigan yerlik sandan orqali ma'lumotlarni telefonda saqlash, ma'lumotlarni telefonda saqlash va saqlangan ma'lumotlarni ishlatish usullarini kitoblar tizimliki to'g'rilagan bir app orqali o'rganib chiqamiz. Oldi bilan yangi proyektni birini quraylik. Bu proyektda ismi kitoblar bo'lsin. Bu appning qurilmasi anabatda bir kitob tizimliki, endi yangi kitob tizimini qo'shadigan bir konopka bo'ladi. Yangi kitob bosadigan konopkani bossak, yangi kitob qo'shadigan konopkani bossak, kitob qo'shadigan ikkinchi bir ekran ochiladi. Buning ichida kitobning ismi va kitobning avtorini kirgizgandan keyin saqlash konopkasini bossak, bu kirgizgan ma'lumotimizni SQLite sandanga saqlab turdi. Saqlangan ma'lumotni endi anabatdagi kitob tizimlikida ko'rsatib berdi. Tizimlikdagi kitoblarni o'zgartirishga ham o'chirishga bo'ladi. Asosliqi bu iqtidorlarni amalga oshiramiz. Biz bu appda Android studentninki view'ning ichidagi elementlarni ziyorat qilishni qulaylashtirgan binding degan texnikasini qo'llanamiz. Oldi bilan Gradle'ning ichida bu model Gradle'ning ichiga bindingni qo'llash uchun hamma build feature deb narsa qo'shamiz. Buni mush Android degan mush belakning ichiga eng oxiriga qasanglar bo'ldi. Yaga build features deb view binding true deb holat yasak bo'ldi. Biz bo'lgan ekan syncni desak, bu view binding deganlar appimizga qaytiladi. Gradle bu qaytib bo'ldik. Qaytib bo'lgandan keyin endi biz ko'rinmamizni aylashni boshlaymiz. Ko'rinmamizda ana ekranda bir list, bir laylim konopka bor. Biz concentrate layout ishlatamiz, ammo mau text view'ni ishlatmaymiz. Shu text view'ni yuvitay. Buning o'rniga bir list view kiramiz. List view kirib, buni ekranga holatda qo'ysak bo'ldi. List view'ni qo'shib bo'ldik. Endi bu list view'ning ismini ID'sini list kitoblar deb qo'yaylik. Buni qo'shib bo'lgandan keyin endi buning ustida bitta laylim konopka kitoblarni yangi kitob qo'shish uchun bir konopka atamiz. Laylim konopkani floating action button deydi. Shuni float deb yozsanglar bu chiqadi. Chiqqandan keyin buning uzunlik kengliklarini shu app content deb beramiz. Bergandan keyin fab size deb bu konopkaniki bunda uch xil tanlash bor. Kichik holatda, normal holatda yoki avtomatik deb. Biz mana normal deganni tanlaymiz. Normal deganni tanlagandan keyin endi bu konopkaning o'rnini ost tarafga olib o'tamiz. Ondan o'ng tarafga to'g'rilaymiz. Ondan bir kirvak kelib qolmaslik uchun ozroq margin qo'shib qo'yamiz. Bu bosqichni tamomlagandan keyin endi bu konopkani qo'shish konopkasi bo'lgandan keyin bir tal ustiga qo'shish belgisi keltirish to'g'ri keldi. Shunga qo'shish belgisini biz resursga vector set qaytish orqali amalga oshiramiz. Bu yerda bu yerga plus deb yozsanglar yoki add deb yozsanglar qo'shish belgisi chiqadi. Qo'shish belgisi chiqqandan keyin
Endi buning ichida source deb resim qatadigan yeriga javob ichidagi add deb manifest qo'ysak, qo'shib belgisi chiqdi. Qo'shib belgisi chiqqandan keyin endi uning rangini qaraymiz. Oqarib chiqilish uchun tint degan xoslikni oq rang qilib o'zgartirib qo'ysak, bu oq rangli ko'rindi. Endi ana ekranning loyihasi bitdi. Biz endi yana bir activity qo'yishib, o activityda kitoblar, yangi kitob kirgizadigan ko'znakni tayyor qilamiz. Shunga buningga yangi activity deganga yana empty activity tanladik. Tanlab buni yangi kitob deb bu ism bilan yangi activitydan birini qurdik. Yangi activitydan birini qurib bo'lgandan keyin endi buning ko'rinma yuzini aylaylik. Ko'rinma yuzida buningda kitobning ismi va kitobningki avtorni kirgizadigan ikki tekst ramkasi bo'ladi. Ya'ni edit text. Edit textniki biz uzunligini match parent qilib, kengligini wrap content qilaylik. Wrap content qilsak, anandan keyin buning id'si bu birinchisi kitob edit ism deb qo'yaylik, kitobning ismini kirgizgan yeri. Andan buni ekranning ustiga to'g'rilasak, anda har qaysi taraflardan ozroq o'rin tashlab qo'ysak, bu ism kirgizadigan ramkamiz bitdi. Endi buning ostiga o'xshashlar ko'chirib buni endi autor deb ikkinchi bir narsani qatamiz. Endi buning ust taraf ismning ostiga to'g'ri keldi. Shunga top to bottom of deb miyaga ism degan tillaysak, buning ostiga tushadi. Ostiga tushirib bo'lgandan keyin endi yo'llash ko'nikmasidan birini qataylik yoki qo'shish ko'nikmasi. Bottom deb buningki uzunligi 150, kengligi 50 bo'lsin. Ondan buning o'rni top to bottom of deb shu autor deganninki ostiga tushasak bo'ldi. Autor deganning ostiga tushagandan keyin buningki mana o'tirib keltirish uchun 5ni ana ekranning 5iga, oxirini ana ekranning oxiriga to'g'rilasak bo'ldi. Endi bu konopkaga ism qo'yaylik. Ism konopkaning ismi saqlash konopkasi bo'lsin. U saqlash butun saqladi. Bu endi bizning kirgizgan ma'lumotlarimizni sandanga saqlaydiganlik uchun bu bizning kirgizgan uchurimizni sandanga saqlaydiganlik uchun saqla deb qo'ydik. Endi buningga tekstni saqla deb yozib qo'yaylik. Ondan ustidagi editlarni aralab tashlash uchun ust tarafga 30 aralab qo'yib qo'yaylik. Bunday qilsak, bu ekranning loyihasi bitdi. Endi biz mana birinchi ana ekranimizdagi jumla konopkamizni bossak yoki qo'shish konopkamizni bossak, mana ikkinchi qatim laylagan buni ichilgan qilamiz. Buni ichilgan qilish uchun main activity'ning ichiga biz mana appda binding degan texnikani ishlatganligimiz uchun avval bindingni izolate etaylik.
private late int var deb binding deb bunun tipini bekitish uchun binding degani cho'ng yozsanglar bu yerda activity main uchun qurilgan binding chiqib turdi. Shu buning tipi ash bo'ladi. Activityning ismiga mos keladigan bindingni tanlasanglar bo'ldi. Ondan buning ichida biz binding qiymat beramiz. Bindingning qiymati shu activity main binding degandan keyin inflate deb layout inflated deb qo'ysak bindingning qiymati shu bo'ldi. Endi bu content viewda binding ishlatgan vaqtda bindingningki root ya'ni bindingningki ana viewni qaytarib bersak bo'ldi. Content view. Bu bosqichlar bilan binding degan narsani qurishni tamomlab bo'ldik. Bindingni qurib bo'lgandan keyin endi biz bu appning ichidagi hamma narsani qulay binding deb ziyorat qila olamiz. Masalan, qarasanglar binding list kitoblar deb listni ziyorat qilish chiqdi. Endi konopkani ziyorat qilmoqchi bo'lsam, konopkaga ism qo'ymoqdik o'zingizlar. Ism qo'yib o'taylik. Konopkamizningki ismi botdim. Yangi deb qo'yaylik. Yangi kitob qo'shilgan bo'lgan ekan. Ismni qo'yib bo'lgandan keyin endi yerga kirib binding degandan keyin check qo'ysak nima bo'ldi yangi deb chiqdi. Buni endi set on click listni deb bu konopkani bosgan chog'da nima ish qilish kerakligini yozamiz. Bu konopkani bosgan chog'da yangi kitob degan activityni aytib bersak bo'ldi. Shunga avval intent timberni qurib, intentning o'zi ikki parametr bo'ldi. Contextga this degan yozamiz. Andan keyin klassga yangi kitob deganni o'qiganligimiz uchun biz yangi kitob deganni yozib class java deb qo'ysanglar. Bu intent qurish tamomlandi. Intent qurib bo'lgandan keyin endi u activityni aytish uchun start activity deb o'sha intentni qurib qo'ygan intentni bersak, u activityni ochadigan bo'ldi. Endi ijro qilib ko'rib boqaylik. Qo'zg'alib bo'ldi. Endi bu konopkani bossak, bu kitob tizimliki quradigan ko'zlikma ichilgan bo'ldi. Endi buningki ma ikki tekst ramkasining nimaga ishlaydiganligini bilinish uchun biz bunga hint degan xaslikni qaytib qo'yaylik. Hint degan xaslik tekst ramkasiga tekst kirmagan vaqtda nima kirgizish kerakligini eslatib berdi. Ya'ni ism kirgizgan yerga hint deb bu yerga kitob ismi deb qo'ysak, ondan avtorga hint deb avtori deb yozib qo'ysak, nima kirgizish kerakligi aniqroq bilingan bo'ldi. Endi qarab baqsak, endi bu kitob ismi avtor deb chiqib turgan bo'ldi. Bu yerga buni kirgizgandan keyin saqlash funksiyasini bossak bo'ldi. Endi saqlash funksiyasini bossak, bizning kirgizgan narsamizni SQLite sandanni saqlab berish kerak. Endi u sandanda saqlash uchun bizningki SQLite open helper deb bir klass qurib, shunga orqali amalga oshirsak qulay bo'ladi. Android studentniki SQLite sandanni ziyorat qilish uchun ta'minlagan open helper deb nasba shuni ishlatamiz. Endi uni ishlatish uchun Kotlinda yangi klassdan birini qurdik. Bunga biz kitob helper deb
Class kurgan ekan, bunun içiga kontekst deb bir parametr qatimiz. Bunun tipi kontekst oldu. Kontekst. Yani bu kontekst degan nima desanglar, kontekst deganimiz mushu klassni qaysi doirada ishlatayotganligi. Masalan, main activity'ning ichida qurgan bo'lsak, main activity'ning ichida bu kontekstga main activity'ning kontekstini yo'llab bersak, bu main activity'dan bu kitob helperni ishlatgan bo'ladi. Agar yangi kitobning ichida ishlatgan bo'lsak, uningga kontekst qiymatiga yangi kitobnikini avazsak, u chaqda yangi kitobni ishlatgan bo'ladi. Endi bu mana SQLite open helper degan bu klassdan oladi iqtidorlarni. Shunga ham shu klassga varislik qilish uchun mana chekit qo'yib, qo'sh chekit qo'yib, buning tipini SQLite open helper deb yozamiz. SQLite open helperning ichida qarasanglar, tirnoq ochgandan keyin parametrlari to'rtta parametr ko'rsatadi. Birinchisi kontekst. Kontekst degan biz izolat bo'ldik. Shu kontekstning o'zini yozib qo'ysak, ikkinchisi sandanning ismi. Sandanning ismini biz kitob db deb qo'yaylik. Uchinchi parametri SQLite database cursor factory ekan. Uchinchi parametri cursor factory. Biz uni ishlatmaymiz. Shuni 0 deb, to'rtinchi parametri nashr nomeri. Nashr nomeri hamda bizning kemavu tunji qatim qurgan sandanimiz birinchi nashr bo'ldi. Keyingi vaqtda sandanni o'zgartib qolsak, buningga mush nomerni ikkinchi nashr, uchinchi nashr degandek shunday o'zgartib maqsaq bo'ldi. Hamda mana qizil chiroqni bossak, buning kerakli bo'lgan funksiyalarini avtomatik qatqili bo'ldi. Bo'sh qismni tanlab qassak, ikki funksiyaning birisi sandan qurilgan chog'da nima ish qilish, ikkinchisi sandan yangi nashr chiqqan chog'da qanday qilish degan shu kodni yozib bo'ldi bunga. Biz endi birinchisiga bu sandan qurilgan vaqtda biz mush kitobning uchirini saqlaydigan bir jadval quradigan kodni yozamiz. Jadval qurgan kodni biz SQL cümlesi yazımız bunun aşıga. SQL cümlesi create table desek bir tal jadval qurib turadi. Ondan bu jadvalning ismini biz avval izolab qo'yaylik. table name deylik. Table name deganning o'zi kitob deb jadvaldan birini qursin. Ondan buning ichida ID ismi kitobning. Ondan keyin autori deb 3 tal nas bo'ldi. Onun bir izolab olaylik. Bu her bir bo'lakni field deymiz inglizcada. Shunga field ID deganning o'zi ID bo'lsin. Hamda field name ism degan buni kitob ismi deb bunday kirgizaylik. Uchinchisi field autor deganni inglizcha author deb bunday yozamiz. Autor bo'lagining ismi autor deb shunday qurilsa bo'ladi. Manasini bilib olgandan keyin ham create table deb biz bu table'ga nima deb ism qo'ydik desanglar, ash table name degan o'zgargichni ishlatsak, buning ichiga field id deb bir bo'lak quramiz. Buning tipi int tipni SQLite ichida integer deb yozamiz. Integer deb yozgandan keyin buni biz tekrarlamaslik uchun primary key deb qiymatini avtomatik aşağıdan qilib auto increment qilib belgilab qo'yaylik.
Bu hem de ID'nin iş bitti. İkinci bölüki isim. Kitapның ismini kirgizib ayırmaz. Kitapның ismi degan şu tekst tiplik. String degan ne ama SQLite'ның içinde tekst deb yazıldı. Hem üçüncüsü авторы bulma tekst tiplik oldu. Yani bu create table deb table'ның ismini berip onun içindeki böleklerini zalap boğan ekan. Hem bu jadval kurduğan SQL cümlesini yazıp olduk biz. SQL cümlesini yazıp boğan ekan. Hem bunu icra kılsak. İcra kılış için P0 degenni. P0 degen şu Sandan'ınki özgertүүчүсү. Bunu biz DB deb özgertip koyduk. Database degenin kısaltılması. Hem de DB degenge exec SQL deb SQL kodunu icra kıldık oldu. Biz SQL kodunu üstüde SQL deb mındaq hatırladık. Şunu bunu icra kılsak. Bu olduğan narsa var ekan, so'roq belgisi ketib qo'ysak bo'ldi. Bu yani biz Sandan'ı qurgandan keyin birinchi bo'lib qildigan ishimiz Sandan'ga ham shu kitob deb bir jadval qo'shilgan qildik. Endi bu har qatim Sandan'ni ziyoratgan vaqtda yangi kitob qurib жүрмәслек uchun biz create table deganning ichiga if not exists deb yozsak, agar shu jadval qurilmagan bo'lsa, undan keyin quradigan bo'lmasa qolmaydigan bo'ladi. Buning bilan bu jadval quradigan ishimiz bitdi. Endi biz qo'shilgan kitoblarimizni albatta tizimlikda ko'rsatish uchun biz oldingi imtihon appida bir model qurib, modeldagi narsalarni list ko'rsatgandek, yoki tizimlikda ko'rsatgandek, buni da modeldan birini qurib olsak, ishlar aytlik bo'ladi. Shunga bu yerda model deb hujjatdan birini quray. Modelning ichida biz oldi bilan data class deb kitob deb bir obyekt izolab olaylik. Buning ichida 3 ta narsa bo'ladi. Ya'ni birinchisi id'si, bu int yoki son tiplik. İkincisi kitapның ismi. Bunu küçük yazayım. Kitap ismi de bunun tipi string oldu. Üçüncüsü author. Author deganimiz bu mu string holatda oldu. Yani kitap deb obyektni qurib bo'lgandan keyin biz yangi kitob degan activity'ning ichida agar konubga besilgan chog'da shu kitob deb obyektdan birini qurib, o obyektni Sandan'ga saqlab etsak bo'ldi. Shuni uni ishlatish uchun biz yana o'xshash usulda buning ichiga bindingni izolaylik. Var deb binding degan narsamizning o'zi bu mushkulotni ishlatilganlik uchun private deyli. Anadan keyin bu null bo'lmaydiganlik uchun let int var deb izolasak bo'ldi. Endi bu yerga cho'ng holatda binding deb yozsak, mana ikkisi chiqadi. Buning ichidan biz yangi kitob binding deganni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin bu yerda binding deganning o'zi shu yangi kitob binding degandan keyin inflate layout inflator deb holatda yozsak binding qurilib bo'lgan bo'ldi. Binding qurilib bo'lgandan keyin biz mana layoutning ismini ishlatganning o'rniga bindingniki root deganni ishlasak bo'ldi. Bu qurish usuli shu oldingi activity'ning ichidagiga o'xshash. Buni qurib bo'lgandan keyin biz endi bindingda button saqlaganini ziyorat qila oldik. Endi buningga set on clicklisini deb
Bu konumga basqan chog'da nima qilishni yozamiz. Bu konumga berilgan vaqtda biz kitobningki ismi va avtoridan bir obyektdan birini qurib olaylik. Bunda qurish uchun biz ism deganning o'zi biz ma edit binding ichida edit ism deb bor. Ismningki tekstini elib, tekstni stringga aylantirib etib, buni ismga bersak, ana keyin autor deganda bindingningki edit autor deganning tekstini elib, buni stringga aylantirgandan keyin autorga saqlab olgandan keyin endi biz kitob deb bir obyekt qo'yaylik. Kitob deganni biz izohlab oldik. Izohlaganning ichida 3 ta parametr bo'lyapti. Birisi id'si. Bu yerda id'si yo'q. id'ni biz sandanda avtomatik shakllantirganligimiz uchun bu yerda id'ni berib o'tmaymiz. Kitobning ismiga ism deganni, kitobning avtoriga avtor deganni bersak, bu obyekt qurilib bo'lgan bo'ladi. Bu obyekt qurilib bo'lgandan keyin endi buni sandanga saqlasak bo'ldi. Endi sandanga saqlash uchun biz shu kitob helper deganning ichiga yangi kitob quradigan bir funksiya yozib olaylik. Bu funksiyamizning ismi yangi kitob bo'lsin. Yangi kitob deb buning ichiga biz kitob tipliq obyektni yo'llasak, shu obyektni sandanga saqlab bersa bo'ldi. Endi bu yana o'xshash usulda biz bundaq SQL jumlasi orqali saqlaymiz, saqlagan vaqtda. Yangi sonliq ma'lumotni saqlash uchun biz insert into deb bizningki jadvalimizning ismi meyada bor, table name deb. Shu jadvalga mavu kitobning ismi bilan kitobning avtori degan ikki narsani saqlasak bo'ldi. Red numerini o'z avtomatik shakllantirganlik uchun uni yozmaymiz. Bu red yozib bo'lgandan keyin endi buning qistiradigan mazmunini values deb tirnoqning ichiga qiymatlari nima bo'ldi desanglar, kitobningki kitob tipliq bizningki obyektimizning kitob ismi. Ondan keyin ikkinchisi kitobningki avtori bo'ldi. Boshqa narsani shu bizning kitob degan jadvalimizga qistirib bersa bo'ldi. Mana insert into degan shu jadvalga qistirib beradigan buyruq. Endi uni qistirib bo'lgandan keyin biz o'xshash usulda shu exec SQL deb ijro qilsak bo'ldi. Lekin bizning qarsanglar bu yerda funksiyada db deb bir parametr yo'q. Ma on create'da db deb parametr botdi. Shunga biz bu sandanning o'zini ziyorat qilish uchun bu yerda sandanning o'zi biz bu SQL server yoki biz SQLite open helperning ichida bo'lganligimiz uchun this deb writable database deb yozsak, shu navbatdagi sandanni ziyorat qila olamiz. Agar sandanni o'zgartirgan bo'lsak, writable database deganni ziyorat qilamiz. Agar o'zgartmay ichidagi narsalarni o'qiydigan bo'lsak, readable database deganni olsak bo'ldi. Biz hozir ichiga bir narsa qistirganligimiz uchun writable database deganni ziyorat qilamiz. Endi db deb exec SQL yoki bu SQLni SQL stir deganni yozib qo'ysak, buni ijro qilib berdi. Endi yangi kitob quradigan jumlamizni yozib bo'ldik. Yozgandan keyin endi biz yangi kitob degan ichida kitobni bayatdan qurib qo'ygan obyektni. Endi uni sandanga qistirish uchun ham biz bu saqlashni kitob helper deganni qurib olgan klass bilan qilganligimiz uchun bu yerda kitob helper deb bir narsa izohlab olaylik. Buning tipi private nega bor deyishim chiqyapti.
kitap helper deganning o'zi tipi kitap helper deb matiblik. Dastlabki qiymatini 0 deb turaylik. Yoki 0 qilmaydigan bo'lsanglar, bundaq yozsanglar bo'ladi. Late bor deb yozib qilsanglar, mana bu qiymat bersanglar bo'ladi. Dastlabda. Endi buni mau on create'ning ichida kitap helper deganning o'zi tam kitap helper deb buning ichida bir tal parametr bor. Context. Context-ni o'zi this deb yozib qo'ysak, activity-ning o'zining context-ini oladi. Endi kitap helperda yangi kitap deb bir tal funksiyamiz bor, yangi kitap qurib beradigan bizga. Bunun ichiga ma kitap degan obyektni yozib qo'ysak bo'ladi, birlan parametr bor. Buni qilsak, bu yangi kitapni saqlab turadigan bo'ldi. Buni saqlab bo'lgandan keyin biz bu activity-ni yoki yangi kitap qo'shilgan activity-ni aytib bersak bo'ldi. Endi ijro qilib sinab boqaylik. Qo'shilgan kunini bosdik. Bunun ichiga biz masalan is Abdurrahim o'tgür deb kirgizaylik. Saqladiganini bosdik. Bunda xatolik chiqdi. Xatolik qarasanglar. Bu yerda ma insert into degandan keyin values is Abdurrahim o'tgür deb bunda qistirilibdi. Ma o'tirdi bo'sh o'rin bo'lg'achqa chatoq chiqdi. Ya'ni kelib bizniki ma qistirgan narsamiz string bo'lgan ekan, biz buni taqpash yoki qo'shpashning ichiga elishimiz kerak edi. Ma kitap helper deganning ichiga kirib ma values deganni saqlagan vaqtimizda biz bundaq taqpashning ichiga oldigan qilsak, eng asosida qo'shpash bo'lganligi uchun ichiga taqpash qilsak normal ishlataylik. Shundan qo'shpash qo'llanmay taqpash ishlatdim. Bundaq tuzib bo'lgandan keyin endi qayta ijro qilib boqaylik. Qayta ijro qilsak is Abdurrahim o'tgür deb yozib saqladiganini bossak, bu endi normal holat chekindi. Endi sirliq ma'lumotimiz rost saqlandimi, saqlanmadimi? Buni bilish uchun biz mana view deganning ichidan tool window deganni ichib, buning ichida device file explorer deb narsa bor. Shu uskunning ichidagi hujjatlarni ko'radigan. Buning ichidan data deganni ochamiz. Dataning ichidan yana bir datani ichib, ondan biz shu appga qandaq bola qismini qandaq qo'ygan bo'lsak, bizning hozirgi navbatdagi bola qismimiz com uyg'ur kitoblar. Shuning uchun shuni ishni izlasak, buni uchun database deb bir montaj tutib, buni kitob db degan narsa shu bizning qurgan sandanimiz shu. Buni o'ng chekib save as deb biz nima saqlab olaylik. Ustal yuziga saqlab olgandan keyin endi u sandanni ko'rib baqsak, SQLite browser deb bitta qural bor. Buni SQLite browser deb Google'dan izlasanglar tezlik chiqadi. Download degan yerdan biz tushiraylik. Bununda ma Windows'niki normalda ma 3-sini 64 bit Windows degan nusxasini tanlab tushirsangiz bo'ldi. Mening Mac bo'lg'achqa men Mac nusxasini tushiraman. Qachilaydi. Qachilanib bo'ldi. Qachilanib bo'lgandan keyin biz ichib boqaylik ustal yuzdagi. Tanqi kitob db degan soliq ma'lumotimiz. Onun qarasanglar, bu yerda ikkita ko'nikma bor. Yangi qurish mobusi ich. Open database degan ichib, desktop deganning ichidan men kitob db deganni tanlasam,
Açıldı. Qarasanglar, kitap deb jadval turdi. Buning ichida ID, kitap ismi, avtor deb 3 tal belak bor. Endi buning ichidagi sonliq ma'lumotni ko'rmoqchi bo'lsanglar, browse data deganni bossanglar. Browse data deganni tanlab qo'ygandan keyin tizimlikdan kitob deganni tanlasak, is Abdurahimov ko'r deb bizniki bu yerda kirgizganimiz saqlanibdi. Demak, biz muvaffaqiyatli saqlashni amalga oshirdik. Davomini keyingi darsda davomlashtiraylik.